Yoshlarimiz G'ijduvon tumanidagi Parvoz Xumorov mas'uliyati cheklangan jamiyatda dual ta'lim shaklida olib boriladi. Bu yerda talabalar uchun hamma sharoit mavjud. Qulay o'quv xonalari, malakali mutaxassislar, amaliyotga borib kelish uchun transport. Xullas barcha shart-sharoitlar yaratilib berilgan. Dars o'tadigan hudud uzoq bo'lgani sababli barcha bir manzildan avtobusda boradi. Ishoning, buning ham o'z gashti bor. Bunday imkoniyat talabalarning do'stona muhitda darsga borishini ta'minlaydi. O'zbekistonda yoshlarga ko'rsatilayotgan barcha imkoniyatlar bizlarni ham chetlab o'tmadi. Dual ta'lim tizimi biz yoshlar kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi. Oldingi o'qish jarayonimizda nazariy bilimlar amaliyotga qaraganda ko'proq bo'lgani hisobiga ish jarayonlari haqida tushunchamiz kamroq edi. Hozirgi kunda dual ta'lim sababli ishlab chiqarish korxonalarining ichki tizimi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lmoqdamiz. Ishonch bilan ayta olamanki, kelajakda bu korxonada o'rgangan bilim va malakalarim bilan O'zbekistonda ishlab chiqarish sohasi uchun o'z hissamni qo'sha olaman deb o'ylayman. Hozirgi ta'lim mobaynida toladan tayyor mahsulotlargacha bo'lgan jarayonlarni bu yerda amaliyotda bajarmoqdamiz. Oldinlari bunday katta ishlab chiqarish korxonalarini ko'rganimda korxonaning ichkarida qanday jarayonlar amalga oshirilishiga juda ham qiziqar edim. Hozirgi kunda esa o'zim mana shunday ishlab chiqarish korxonasining o'zida tahsil olyapman. Biz yangi dizayn va loyihalar yaratish jarayonida bir-birimizga yordam beramiz. Bunaqa dizayn hatto hozir Adidas kompaniyasida ham ko'rolmaysizlar. Ko'proq Jordan uslubida chiqarish kerak buni, chunki hozirda ko'proq yoshlarga ham yoqayotgani o'sha Jordan uslubida bo'ladi. Mana bugun men zamonaviy kofta dizaynini yaratdim. Bu bo'yicha korxonadagi mutaxassis fikri bilan qiziqdim. U menga kerakli tavsiyalarni berdi va uning tavsiyalari asosida menda ajoyib dizayn vujudga keldi. Ko'rib turganingizdek barchasi shu joyni o'zida bevosita amalga oshirilmoqda. Men fikrimcha juda ham chiroyli chiqqan, zamonaviy, ammo orqa choklari ozgina kattaroq, bitta tugma qatasi juda ham chiroyli chiqadi. Menga yoqdi. Bizlar bu dizaynni yaratdik. Dizaynga bir qarab ko'rib chiqadigan bo'lsa, qulayliklar bor bu yerlarda. Keyinchalik bu orqa dizaynni ko'rib ko'rgan paytlarda har xil ob-havolarga ham mos keladi. Kombinatsiyaga kirish uchun bu rang bilan biz ichki astarni oq rang bilan tanlaganmiz. Yuguruvchilardan biz hatto tolasigacha sifatini olganmiz. Buni boshqa stillari bormi? Albatta, buni boshqacha stillari ham bor. Biz hozir eng bu ko'plab insonlarni ehtiyojlariga qarab, ularning talab va takliflariga qarab shu modelni olib chiqqanmiz. Korxonada tahsil olayotgan talabalar ovqatlanishi uchun barcha sharoitlar mavjud. Assalomu alaykum. O'qish davomida biz korxona xodimlari bilan bir oiladek bo'lib ketdik. Bu apparat beka apparati bo'lib, futbolkalarimiz uchun yoqalarni kesib beradi. Korxonada ishlash jarayonlari klaster uslubida olib boriladi va hozirda men futbolkalarning yelka qismini tikish bilan bandman. Biz bilamizki, ishlab chiqarishdagi har bir mahsulotlarimizda razmer etiketkalari bo'ladi. Masalan, 4XL, 5XL, L, M har xil razmerlarda. Men hozir o'shanday etiketkalarni qirqish jarayonidaman. Bu bo'lim iqtisod va rejalashtirish bo'limi bo'lib, bu yerda biz talabalarga marketing bo'yicha turli xil bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatiladi. Zavoddagi ishchilar o'z kasblarining ustasi desam mubolag'a bo'lmaydi.
Ular ish jarayonida jahon standartlari asosida kadrlar bilan bemalol raqobat qiladigan samarali, tezkor va sifatli ravishda ish olib bormoqda hamda ushbu jarayonlarni biz talabalarga o'rgatib kelishmoqdalar. Zavodda tahsil olishni boshlagandan buyon trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, matoni oqartirish, tayyorlash, bo'yash, pardozlash, gul bosish, sifat nazorati kabi ishlar o'rganib, bevosita jarayonlarni tashkillashtiryapmiz. Bu yer sifat nazorati bo'limi bo'lib, mahsulotlarimiz ishlab chiqarilgandan so'ng og'irligini va talabga javob berish standartlarini ko'rib chiqadi. Agar matoda har xil dog'lar va nuqsonlar paydo bo'lgan bo'lsa, uni qayta ta'mirga jo'natishadi. Ishlab chiqarish korxonasida biz ta'lim muassasasida olayotgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda bevosita ish jarayonida, ya'ni korxonaning ichida amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Dual ta'limning asosiy maqsadi ta'lim muassasasida o'qiyotgan talabalarning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishdan iborat.